Jangchi, senda 3 ta yo'l bor. Birinchisi ilm, ikkinchisi sport, uchinchisi hunar. Ko'ryapsan, kitob o'qisang boshing qizib ketyapti. Bo'lmayapti. Sekin sportga o'tasan. Sportga o'tsang beling og'riyapti, oyog'ing og'riyapti, qiyinchilikka chidolmayapsan. Bu ham o'xshamayapti. Sekin hunarga o'tasan. Elektrikmi, farqi yo'q. O'zingni qaysi qobiliyatdan o'zingni o'sha yaxshi deb bilsang, shuni egallaysan. Agar bu uchalasi ham senda bo'lmasa, sen bizda olamimizdan emassan. Debda, sen yerlik emassan. Agar sen hayotda o'z yo'lingni topmoqchi bo'lsang, senga berilgan shart-sharoitlardan unumli foydalangin. Jangchi, sizlarga savol, hurmatli ota-onalar, hurmatli yoshlar. Berilgan shart-sharoitlardan, ota-onasi qiynalib yaratib bergan imkoniyatdan foydalanmaydigan yoshlarni nima deb atash mumkin? Kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Videoni maksimal jo'natinglar. Yetib borsin harakat qilmaydigan, menga hech narsa yoqmaydi deganlarga yetib borsin shu narsa.